Ey Xudoyim, dadajon ishlari o'ngidan kelsin. Yana ishlari yurishib ketsin. Hech qachon xafa bo'lmasinlar. Baxtimizga doim o'sab bo'lsinlar. Dadam har doim kulib yursinlar. Allohu akbar. To'xtanglar, men hozir Toshkent bilan gaplashdim. Nima dedi? Yuqoridan buyruq keldi. Ertaga soat 10 dan boshlab uchaverasizlar. Ana. Ayting ketmanini bersin. Men uni minib bugun gapga borishim kerak. Yo'l uzoq bo'lsa qanaqa qilib yetib boraman? Menga qara, qanaqa odamsan o'zi, ha? Ob-havoga qara, hamma yoq bulut bo'lsa, bulutda uchish mumkin emas. Men uchaveraman. Avtobus bo'lmagandan 20 chaqirib qanaqa qilib yetib boraman? Bugun yetib borishim kerak. Boringlar, ketdinglar. Tarqalinglar. Miting tamom bo'ldi. Davay.